Assalomu alaykum chorva ishqibozlar akalar. Bugun chislar 8-fevral akalar 2026-yil. Mana yakshanba kunda mana video olyapmiz. Sizlar uchun mana Qirg'iziston Beshik shahridan kelgan akalar 8,5 oylik bo'g'ozimiz sotiladi. 3-qo'ringa mana sigir qilsa arziydigan mol. Akalar mana molimiz yo'vosh, yeb ishlari hammasi joyida mana. Sigir qilsa arziydigan mol mana. Nihoyatda yo'vosh mol mana. Akalar bu nihoyatda stor mol bo'ladi. Suti mana. Tomiri kursilam akalar mana. Mana nihoyatda stor mol, sut bilan shug'ullanaman degan odamlar bo'lsa, tavsiya qilsa arziydigan mol akalar mana. Mana. Shu molimiz sotiladi akalar. Bo'ylari 1.30 sm. Mana. Mana. Mol semiz akalar, nihoyatda yo'g'on mol akalar, kichkina mol emas. Mana shu molimiz sotiladi. Mana 8 kurak akalar, kuragi ham 8 ta. 8,5 mol akalar, kuni qoldi. Sigir qilsa arziydigan mol. Mana. Bo'ylari 1.30. Mana. Nihoyatda yo'g'on mol. Mana. Katta akalar, puliga arziydigan mol mana. Akalar buning narxi akalar 40 million ham yo'q. Akalar narxini arzon qo'yardik. 40 million ham yo'q, 39 million ham yo'q. 38 million so'm xayrni qidiramiz akalar. Narxi 38 million kelishamiz.